أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Bugün ötmekçi boğunumuz bolsa, bizning arab tili o'rganish darsimizning 4-darsi, ya'ni ad-darsul rabi' as-suq. 4-ders bozor deyapti. Ya'ni suq, bozor. Luhum, go'sht. Samak, baliq. Dajaj, tuxa. Jazzar, qassob. Xubuz, non, bolka. Bayt, tuxum. Halib, sut. Jubun, pishloq. Portugal, apelsin. Tuffah, olma. Mavz, banan. Jazar, sebze. Xiyar, terhamek. Tomatim, sho'xla. Batatis, baranga. Basal, piyoz. Aruz, polo. Zura, qo'noq. Hida, oyoq. Fustan, ko'nglak. Nuqud, pul. Suq, bozor. Jazzar, qassob. Jazzarun fi suqi. Qassob bozorda. Bu o'qituvchini fi degan harful jar ismni fi suqi deb zir o'qitdi. Undaki bunga da ta deb ma'naymiz, ya'ni qassob bozorda. Luhumun, dajajun, samak. Luhum, go'sht, go'shtlar. Dajaj, tuxa. Samak, baliq. Luhumun va dajajun va samak. Go'shtlar va baliqlar va go'shtlar va tuxular va baliqlar. Halibun, jubnun, baydun. Halibun va jubnun va baydun degan sut va pishloq va tuxum. Xiyarun, basalun, tomatim degan xiyarun va basalun va tomatimun. Tarhamak, piyoz va sho'xla. Jazarun, batatisun. Jazarun va batatisun. Sabza va baranga. Portuqalun, tuffahun, mavzun. Yani portuqalun va tuffahun va mavzun. Apelsin, olma va banan. Xubzun, aruzun, batatisun. Xubzun, non va aruzun, guruch va batatis, baranga. Hidaun, fustanun, nuqudun. Hidaun va fustanun va nuqud. Hida, oyoq va ko'nglak va pul. Xubzun, hada xubzun. Xubuz, non. Hada xubzun, bu bir non. Samakun, hada samakun. Samakun, baliq. Hada samakun, bu bir baliq. Mavzun, banan. Hada mavzun, bu bir banan. Mana bugungi darslar tugadi. Endi shu tadribat birinchi mashqda suq, luhum, samak degan gapni arabchisini, uyg'urchisini, o'zbekistoncha yozib yo'llasangiz bo'ladi. Ikkinchi mashqda xubuz degan qaysi, shuni sizib ko'rsatsam, bu tomatim degan qaysi qatorda, shuni sizib ko'rsatsangiz bo'ladi. Uchinchi mashqda suratda ko'rsatilgani udlab chizasiz. Mavz qayoqda, portuqal qayoqda, tuproq qayoqda, shuni udlab sizib ko'rsatsangiz bo'ladi. To'rtinchi mashqda jim harfi qayoqda kelgan? Elif harfi boshlig'imi, o'tirimi oyoqda kelganmi? Beshinchi mashqda taba bilan tobaning farqi. Taba, toba ma'na farqi. Kichik ta bilan cho'ng ta niki farqi. Oltinchi mashqda bo'lsa, bu nima degan savol. Mavzun degan hada mavz, bu bir banan. Buni ko'rib shunga tarjima qilasiz. Suratga qarab tarjima qilasiz. 7-chi mashqda jumlaga tarjima qilasiz. Al-kitabu fil haqiba.
kitap sumkada, tabashiru fi sunduk, bor sandıkta boşuna ötken cümleni meşq qilasiz. Tedribu thamin 8. meşqda B harfi birinci beydun degende B harfi zivarmu, zirmu, peşmu. Bitaqatunda qandaq, burtaqalında qandaq şunu B'niki hareketini dep bilasiz. 9. meşqda haqibetunda baş hakelgenmi, otur hem ayak hem luhumunda qandaq hakelgen. Tedribul aşr 10. meşqda bolsa ra harfi bilen nun harfini yazıp bilasiz. Mana şunun bilen bugünkü dersimiz ahirlaştı ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.